Mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun. Assalamu alaykum. Dünya Uyghur Qurultayı qurulğanlığının 20 yıllıqını chin ko'nglimdan tabriklayman. Vatanimizning mustaqilligi, millatimizning erkinligi uchun ko'rsatgan barliq tirishchanlik va fidokorlik xizmatlari uchun cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Va kelgusidagi xizmatlarining texmo utuqliq bo'lishiga tilakdoshman. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Esselamu Aleyküm hürmetli karindaşlar, bütün cihandaki vatandaşlarımız, Erkin Alptekin, Rabia Kadir Khin'in, Dolkun İsa yetekçiliğiyle medeniyetimizni, tarihimizni, kimlikimizni bütün cihanga siyasi meydanga elip gelişlikte, kül tartibga elip gelişlikte katta hissalarını koşup, bugünkü günde vatan davasida mustaqillikka erishishlik uchun yuqori darajalarga yetib kelgan Dünya Uyghur Qurultayı'nın 20 yıllık mübarek to'yi bilan muborakbod etamiz. Muborakbod. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alaykum muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlar, ham shunaqla Dünya Uyghur Qurultayidagi har darajadagi rahbarlari va qurultay vakillari, sizlarga qizg'in salom. Men Uyg'ur Akademiyasidagi ziyolilar vakolatan Dünya Uyghur Qurultayining qurilganligining 20 yilligini qizg'in tabriklayman. Navbatda Xitoy hukumatı Uyg'urlarga assimilyatsiya va erkin qirg'inchilik siyosati yurgizyotidi. Bu jarayonda millatimiz yo'qolish girdobida duch kelyotidi. Bu paytda Dünya Uyghur Qurultayining amaliy tirishchilik ko'rsatib, Xitoyning vatanimizdagi zulmiga, assimilyatsiyasiga va qirg'inchilikqa xotim berib, millatimizningki hurligi va vatanimizningki mustaqillik yo'lida texmi zo'r utuqlarni qo'l keltirishiga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Dünya Uyghur Qurultayiniki oliy maslahatchisi, Uyghur Project fondiniki raisi Erkin Sidiq. Bugun shu fursatdan foydalanib, men Dünya Uyghur Qurultayiniki qurilganligining 20 yilligini qizg'in tabriklayman. Dünya Uyghur Qurultayı qurulup bugünkidek kunga kelishda inimiz Dolqun İsa ve onunki saptaşları naiti mühim rol oynadı. Ben Dolqun İsa inimizni 1987 yılı yazda Nanjingga yig'inga berib bir xalqarалық ilmiy doktorat yig'iniga Yaponiyadan shu yig'in tugagandan keyin Urumchiga tuqqan yo'qlab qolgan. Şu çağda Dolqun inimiz bilan ko'rishgan. O çağda yazıq ta'til mezgilida Dolqun şu vaqtdagi bir qism Uyg'ur aktivlarini tashkillab, yazıq ta'tildan foydalanib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur maktablarining ahvolini tekshirish, jamiyat tekshirish ishlariga ulashtirib ekan. Shu ulashtirish yig'inidan keyin birisiga taklif qilgan meni. Shu chog'da shu yig'inga qatnashib, Dolqun Isa inimizniki tashkillash qobiliyati, bilim seviyesi, nazar doirasi, kishilik sifat, mushjat ishlaridan aytib ta'sirlangandim. 2002 yili men Amerikadagi Kremniy jilg'isidagi bir yuqori texnologiya shirkatida ishlayotgan vaqtimda shu shirkatga vakillik qilib nimaga bordim? Myunxenga bordim. Myunxendagi Siemens degan shirkat bilan kurashishga borgan. Texnikalik masala, savdo masalasi bilan shu chog'da yig'inni tugatib bo'lib, Dolqunlarniki Qashqarga bordim. Shu chog'da Dünya Yoshlar Qurultayi bilan Sharq Turkiston Milliy Qurultayi ikkisini birlashtirib, Dünya Uyghur Qurultayini barpo qilish ustida o'rlashtirish, muzokara narsalar elib kelayotgan. Men bir kun shu yig'in shularniki shu faoliyatga qatnashgan. Şu vaqtning o'zidami
bir qancha bir qancha narsalarga diqqat qilgan. Uning birisi Dolqin Aysa inimiz va uning atrofidagi Mehmet To'xti qatorliq kishilar, lekin Erkin Atkin akamiz bularniki tashkillash qobiliyati, fidokorligi, ish bajarishdagi yuqori sifat. Mushtaq narsalarga diqqat qildim ham intayin ta'sirlandim. 2002 yildagi vaqtlarda 1000 euro degan xili ko'p puldi. Shu vaqtning o'zida Myunxendagi qarindoshlar bir ishxonaniki oyligini 1500 eurodan ijaraga olib, pulni fidokorlik bilan o'zlari yig'ish qilib, ashna qilib bu xizmatlarni mandirib o'tibdi ekan. Dolqinimizning uyiga bordim, kichik bolalari bor shu vaqtning o'zida. Uyning ahvoli, bolalarning ahvolini ko'rib, intayin ichim sirilib ketdi. Bolalarniki hech qanday o'yinchiqlarim yo'q, iqtisodiy jihatdan hamda o'zini putlab millatga otayotgan bo'lg'achqa ish qilib, mushundaq badal to'lash, fidokorlik qilish, o'zining borlig'ini otash mashtaq ruhi bilan Dolqin Aysa inimiz va uning atrofidagi kishilar dunyo Uyg'ur qurultayini taraqqiy qildirib bugungi kunga keldi. Hozir dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari, jumladan Dolqin Aysa inimiz xalqaro sahnalarda boshqa ellarniki ministr darajalik va undan yuqori darajalik arboblar bilan bir yerda o'tirib xalqaroliq yig'inlarga qatnashadigan bir holatga keldi. Biz Uyg'urlardek mushtaq vatansiz qolib qolgan bir ojiz millat uchun aytgan chog'da mushunchalik natijani qo'lga keltirish oson emas. Buning uchun to'lagan badallarni bayon qilish to'g'ri kelsa, menimcha necha kitob yozish to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ishqilib bu qarindoshlarimiz nihoyat uzun muddatlik jafoliq musofalarni boshdan kechirib, dunyo Uyg'ur qurultayini chet eldagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan bir yuqori safoliq, yuqori sifatli bir muntazam tashkilotga keldi. Bu hammamiz uchun cho'ng xushallanarli ish, ham bizning baxtimiz. Shunga dunyo Uyg'ur qurultayini qo'l olgan 20 yildan keyin ko'ngildan tabriklayman.